Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Oks O'rta Osiyo ishlari jamiyati 24-iyun birlikda yangi doklad e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qilmishining chet ellargacha kengayganligi ko'rsatib o'tilgan. Dokladda 1997-yildan 2021-yilgacha 28 davlatda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qo'lga elish va chegaradan qo'g'lab chiqarish voqealaridan 1546siga qarab chiqilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumining dunyo miqyosida qandoq boshlanib, O'rta va Janubiy Osiyodan Yevropa, O'rta Sharq va Sharqiy Janubiy Osiyogacha tezlikda kengayganligi ko'rsatib o'tilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Erkin Yevropa radiosi bu dokladni Xitoyning Uyg'urlarni bostirish jarayonining eng atrofli bayon qilinishi deb sifatlagan. Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti 24-iyun Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklash haqidagi qonun loyihasini rasmiy ma'qullagan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komiteti 24-iyun tushdan keyin ovoz berish usuli bilan Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Demokratchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley birlikda o'tirg'a qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini tasdiqlagan. Bu qonun loyihasi Kengash palatasiga ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan bo'lib, loyihani sungan ikkilandan boshqa yana 51 Kengash palata a'zosi loyihani qo'llab imzo qo'ygan. Fransiya qalamkashlar jamiyati tutqundagi yetuk Uyg'ur shoiri Chimengul Avudni 2021-yilda xalqaro jangovar shoir mukofoti bilan mukofotlagan. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Dilnur Rayhon xonimning Facebook'da bildirishicha, Fransiya qalamkashlar jamiyati Uyg'urlarga nazar jurnalining 3-sonida Chimengul Avud tunishtirib yozilgan maqola va uning she'rlarining fransuzcha tarjimalariga asosan baholash ilib borgan bo'lib, u natijada eng yuqori bahoga erishib, bu mukofotga loyiq ko'rilgan ekan. Chimengul Avudga berilgan mukofotni Yevropa Uyg'ur instituti Chimengul Avudga vakolatan topshirib oladi ekan. Chimengul Avud Qashqar Uyg'ur nashriyotining tahriri bo'lib, u 2018-yil 7-oyda mazkur nashriyotdagi 12 nafar xizmatdoshi bilan bir xil tutqun qilingan. Hong Kongning demokratchilik axborot organi bo'lgan Olmi kundalik gazeti 23-iyunda rasmiy taqalganligini jakarlagan bo'lib, tönögün eng oxirgi bir son gazetini chiqargan. Xalqaro jamiyat buni Hong Kongdagi axborot erkinligining va bir davlatda ikki xil tuzumning oxirlashishi deb sifatlagan. Qurilganiga 26 yil bo'lgan bu gazet demokratchilik maydoni va Xitoy rejimini ochiq-oshkora tanqid qilib kelganligi sababli yaqinqi mezgillarda Hong Kong hukumatining g'oyat zo'r bisimiga uchirgan. 17-mart Hong Kong soqchilari boshqa davlatlar yoki chet el kuchlari bilan til beriktirib, davlat bexatarligiga ziyon yetkazish degan bahona bilan Olmi kundalik gazetining muharriri va mas'ullaridan bo'lib 5 kishini qo'lga olgan va muxbirlarning kompyuterlarini yig'ib olgan. Shuning bilan birga Hong Kong hukumati shirkatning mol-mulkini to'nglatgan bo'lib, Olmi kundalik gazetining ko'p qism pulga ega bo'lgan Li Jiyangmo Xitoy kompartiyasini tanqid qilganligi sababli hozir turmada ekan. Shvetsiya sudi 22-iyun Huawei şirketining norozilik arzi haqida hukm chiqarib, Huaweiga qaratilgan cheklash buyrug'ini davomli saqlab qolgan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Shvetsiya sudi seshanba kuni Huawei şirketining norozilik arziga qarata hukm chiqargan bo'lib, Huawei 5G uskunalarining Shvetsiyada sotilishini man'iy qilish haqidagi cheklash buyrug'ini saqlab qolgan. Bunun bilan mazkur Xitoy şirketining Yevropa bozoriga qaytib kelish umidi sug'uchilashgan. Bultur 10-oyda Shvetsiya istixborot bexatarlik idorasi Huawei şirketiga qarata bexatarlik andishini o'tirg'a qo'ygandan keyin Shvetsiya pochta telegraf idorasi Huawei 5G uskunalarining Shvetsiyada sotilishini cheklagan bo'lib, Huawei şirketi bu qaror haqida norozilik arzi sungan edi.